Mening Bentay erimning 6-qismi keldi. Aldı bilan deydiganim, men hikoya egisi emas. Men faqat hikoyani vakolatdan bayon qilib berguchi. Xapamay, ma bu xalqlarga piyni yuzishdan burun, qo'lonlarni, nirvanlarni, kalonlarni boshqarib turib, hikoyaning oldi ekanini bir anglab etgandan keyin, andan keyin piyni yozalam ulgursizlar. Men bir qo'am bo'lib tepagan hikoya emas bu. O'zinglar qarab baqsanglar bo'ldi. Piyninchida qancha qizlar mening hikoyamni so'zlab atamsiz, mening turmushimni aytib chiqatamsiz deb so'raydi. Atgan yo'g'on shu bir dadamlar bilan tandimat ko'rdim. O'g'il bolga tegib saqiq, erkak tegibsiz deydi. Qarasam sizlarning qizingiz bor ekan, ko'rdim. Sizmi tepib turib, ashundoq o'zining maydisini mushlayolmay turib, haqning qizini mushlaydigan erkakni tepib, qizingizni bergandan keyin anadan keyin magapni dasizmi? Anadan keyin ash piyninchidichu meni tillab yozayotgan hammasi 100% ishonchim bor. Uy talog'i chiqib bir odam g'ing qilmaydigan, uyga kirib xotini mush ko'tarib, zo'ravonlik qilgan hammasi javonan. Ash tillatganlarning hammasiga mushikayda tikib berib, o'tiramatsa quvongan biz shundoq ku. Shundan atachu yo'lchi bilan ta to'g'rining oxirini anglab o'tirib, yeyla quloqlarini etib o'rnidan qo'yib ketdik. Mening ikki qizim bor, men oxirini anglamayman, yurgim chidamadi deb. Asli bu kallasini uchiroq tutib anglasa, shundoq yurak chidamaydigan qizlarimizni bunday odamga berib qolmaydi deb, bunday anglaydigan hikoyani, undaq la nervlar quloqlarni anglamay boshqa yerdan anglatam degan. Bekchi bo'lib ketdim. Undaq qilsa hikoyaning 5-qismini boshlab ketdim. Shuning bilan yiliqi qo'saqni qapti degan anglab bu degan kelib quchoqlab ashundaq mehr muhabbet bilan qilib ketdim. Menga yiliqi badim tipikalar o'rlaydi. Yine bu kesmişa chuchiyman. Ashtaqli doktorxonaga bordik. Basaqil uning oldida qo'saqni bog'lagan bilmagan keyin men bir qattiq tayiqlanib yeb ketdim bu. Bolaning o'rni qattiq yaxshi emas ekan. Doktorxonaga yetib bu bolani saqlab qolmayman sana boday qilinadi dedi. Mening doktorning yinig'ima aytaman bilan tanishib kirdi-da, bo'lsa mening bu bolani saqlab qolg'im yo'q, tushirib aytgan bor deb doktorga degan bor, bu gap meni degizmadi. Degizmay shundan doktorxonaga yetib boday qolgan bo'ldik. Ela kichigimdan beri cho'ng olgan do'stim aytsin keldi-da. Odash ko'nglim kelsin deymi deb degan aytsam. Sen bir sarangning balasini tug'sang, ma dunyoda yana bir sarangni barpo qilsa, yana bir sarangni ko'paytsa, buning dadasi ashta xotin urgan sarangni bu san yana mushta zulm ishlatadi. Balang qiz bo'lsa, yaxshi ma'qul, o'g'li qiz dadasi o'xshash shundaq javonlarni bilan tug'amsa degandi. Uning oldida bir seziklarimni his qilmagan bo'g'aytdim. Mushi gap bilan mening qo'zg'imni bir parazit qurut yashayotgandek yondirib to'xtayolmadim, qiynalib ketdim. Shu kundan boshlab yetib qoldim, o'rnimdan qo'polmadim. Tomoq asla o'tmaydi kanaydan. Shu bilan doktorxona qo'yat o'qil urdi, botay qilgan bo'ldi. Bu bola shu do'stimninki kelgan vaqtida idorasiga bir ko'rinib qo'yilib ketgan 2 soat bilan do'stim bilan mondishib oldim-ku. Undan keyin qat'iy yerimdan ayrilmadi. Balki men shu doktorga meni balni chirayotmasin deb ko'ngil ayon bo'ldi, o'zim deb o'ylayman. Andan keyin qanaqa deysanglar, mushibandan foydalanib, telefon fushasi balaga bek ziyonli, vaqtincha telefon ishlatmay turing deb sizlab meni iliq chiqib ketgan telefonni men qachon bozorga bermay, yangi telefon aka beraksan, telefon aka bermading. Shuning bilan bir haftadan keyin botay qolgandan keyin doktorxonadan chiqdi vaqtda bir fuchasi bor ekanmiz. Tekshirib doktor balning o'rni muqimni chiqdi, ham doktorxonadan chiqsam bo'ldi degandi. Iliqi xo'shilishning o'rniga shu tasqalning qo'saqlarimga bir qattiqroq narsa ilib urib ashbalni bir tushirib aytgan ba'da shunchalik seskanman. Ammo birdan bir xo'shigan yerim nima desanglar, iliqi sezgimni qattiq tapani qilib opamning endi turadiganga shunchalik tasd unatdim-da. Opamga eslatib oldim, opam shu turay, sezgimni fakiliqi nim qildim, qiynalib ketdim, tomoq tanlab ketdim. Burnimga hamma narsa puraydi, tomoq yemayaptim. Men yana o'z turay sizatgan tomoqlarni yegan bor dedim. Bo'ldi deb shunlar opamning yiniga yinib chiqdim-ku. Bu xo'shallik opamning uyi men uchun bir iliqi tog' bo'ston iliqi futboldarimni mush sunib yazsam, kerilib qanday qilib kes qilaman. Erkin bir iliq xudiligimda havo yo'q sharoitda mush butun osmonni kengir bir taqib berib sapoada nafasingga qishlab ketdim. Shuning bilan atigan ish qilishimda bu kech ishdan tushgan cho'qim kirdi iliq uyga. Iliqi ishonsanlar bizning uyning soni xeyli egizdi-da. Palampaydan chiqish palampayning ishiga jon yipilsa, balki mendagi bu bir shini fahimki deb o'ylayman hozir o'ylsam. Iliqi ishning yipilib mushibalning oyoq tevishini anglasam, shu anglagan vaqtdan boshlab ko'nglimni hech yondirman. U bir nidan bosh ko'tarmayman. Shunchalik seskanib ketdim. Shundan bir kuni nimaga hisob tushjaqdek qiynatam bo'ldi-da meniki. Berib kelaydi uyga bormoq uzun bo'libdi deb boshladi. Ha bo'ldi deb bordik. Berib qarsam iliqi nechta pajaqni chumdab pushirib nimaga to'xoning pajig'ini yo'q taksiga qo'yib ketgan. Bu sizlik vaqtida balkim madam shunda qilamki mening shunda yigimga ketadi, hech kirib burnim pura ketdi. Ha deb pajaq pishagaman deb qo'limda uzitib sapdim, pajaqqa qilsam, apsi. Pajaq yo'malajimi dadonlar qilib qo'ygan deb istaydi. Aslida ig'rayq mundaq sizlik ayollarga degan ko'nal bir gap bor, yigis bo'lsa bir parcha go'shtni kesib berish kerak o'zininki deb, shunchalik iliq nimaga ojiz bu ayol ham bu vaqtda.
Shunchalik ko'nglim yerim bo'lib ketdi, ko'nglimga ketdi. Gap qilmay nim qildim, o'tladim. Ya bir eg'iz muborak bo'lsin, ya bir eg'iz qo'saq deb turibsiz uydagilar. Yo'q, bunday gap hargiz yo'q. Ilqi ishtayadi ma. Balkim mushilqi nimalarni anlab, magaplarni anlab, meni shunda bir mijiq qashta qizol deb o'ylab qoldinglar deyman. Men shu to'yning oldida shunchalik yangwang tanlan, shunchalik lig'an, hatto mening mijozimning uchuq sho'xlig'imdan butun do'stlarimning to'ylarida men qiz beshi bo'latdim, to'yni qizdirganga, shunchalik bir lig'an qiz oldim men. Ma to'yning ertasidan boshlab men hayotimda ko'rmagan ilqi bir yo'riqchilikdan akirib qorong'uchilikqa tiqib meni bir qafasga tiqib qo'ygandek bo'lib qolib, mijozlarim o'zgarib ketdi. Men o'zim emas bir odam bo'lib qoldim. O'zimga hayron qolgandek, qalbimda o'tmagandek shunday bir odam bo'lib qoldim. O'zim qo'shmay qoldim. Shuning bilan bu uydan qaytib chiqdik. Allahning bu yigitning ota-onasining uyidan. Qinatam degim kamdi mening. Shu uyga qaytib kelib, opamga eshikdan kirib opam ko'rib shunda yig'lab ketdim da qisam opam nim bo'ldi bolam jinim bolam nima bo'ldi deb boshlab ketgan opa mushta nim qutga to'qib ochiq pishiribga borsam mushta deyman yemadim deb to'kilib ketdim men yerimdan qisam u chaqcha vaqil so'p qolgan vaqt uchun opam choponlarini kiyib sirqqa chiqib ketgan ilqi nimadan xambodiyanga berib pachaq ketdi ve u pachaqning tetib ketgani dunyoda undan narsa yapaqmanlik osh yeb ketdim yig'layaptim men yaqin o'tirib qo'llarimni mushta yalab o'tirib yeb barmaydi pachaqni Apam bo'pti bolam gelgan deb apamni tanjig'lab ketdim men qarab. Anan keyin qo'limda telefon yo'qda. Do'stim bilan shunda aloqalashgan başlaymiz qilib, apamning telefonidan telefon qilmam deb. Anan keyin kompyuterda, o'chaqda uyda kompyuter batdi. Nim ishlatganlarimiz, ko'k ishlatganlarimiz. Shuning bilan do'stim bilan ancha-muncha aloqalashma. Shun bir kuni do'stim ishdan tushib bilan o'tib bizning uyga keldi, apamning uyiga. Shunda qo'shib ketdim, isiz bir-birimizni boshlab ko'rishib ketdik, erkinazot paranglashib degan. Qo'lda bir monch ochiq narsalar yeydigan. Andan nima yaptı desanlar, o'chaqda linchi kartlarni sotib ko'chalarda insanlarmi? Ashtaq karta bilan 100 ko'chang bir talmandaq anjani telefon yaptı. Adash ma telefonni qanday vaqtda men telefon qilsam bo'ldi, lekin yo'l tushun qat'iy bilib qolmish uyingga kirib bilan birga tiqib ma telefonida. Ve u xo'shalligim uqmaysan, men bir 10 ming qo'ydim telefon olsam, 100 ko'chak telefonda xo'shimasa qo'ydim. Shunchalik xo'shib ketdim, meni do'stimga eslib quchoqlab degan ishimiz mushtaq yayrab ketib qo'ynoqchidan. Shuning bilan ashta bir nim bo'ldi, apamning uyida bir oyga yaqin vaqt turib o'tman shu sezikning banisida.